konsilim bilan birgalikda 3 kun ichida tayyor bo'lgan kiyim tarixi haqida gaplashamiz. Orada men kasal bo'lib qoldim. Ovozim umuman chiqmagan holda bozorga borib kelganman. Yana sizlardan ham bu videolarni bir haftadan keyin hozir ozochka qilyapman. Ovozim endi bozorga borib mijozim tashlagan rasmdagi adresdan qidirib bormagan joyim qolmadi. Xayri qidirib bitta magazindan topib, srazu uyga kelib uni tikishga kirishib ketdim, chunki juda ham срочный zakaz edi. Opalarni Fotiha to'ylari uchun sovg'a edi. Shunchalik tez срочный zakaz ediki, pastiga osincholarni tikishga vaqtim bo'lmagani uchun sirkon ko'zli toshlidan qo'yib berganman. Juda ham quruq bo'lib qolmasin. Bu kiyim Salmanga kattaroq turibdi, chunki mendan razmeri kattaroq insonga bo'lgani uchun Salmanda osilib turibdi, lekin o'zini razmeridagi inson kiysa bunaqa turmaydi. Bacham buni tikkanimni ko'rib, "Sen juda ham chiroyli narsalarni tikishni boshlading, aka kudoq" deb qo'ydilar. Kiyim sizlarga yoqdimi? Sizlarni podpishkalar men uchun juda ham izohli chiroyli gaplaringlarni kutib qolaman. Podpiskani bosib qo'ying, hali juda ham chiroyli kiyimlarni tikamiz.